Turizm, xo'p. Sohangiz nima? Soham turizm. Menga teging. Yo'q, tegmayman sizga. Qayerda turasiz? Yunusobodda. Вообще prям ishlagim kelmayaptimi? Даже institutni qizilga bitirgan bo'lsam ham ishlagim kelmayapti. Erimni duo qilib o'tirgim kelyapti. Erim topganiga shukur qilib. Bo'ldi, всё, ishlaganim yetar balkim. Sizga Rossiyada yuradigan bolalar yoqmaydimi? Kim aytdi sizga yoqmaydi? Men qayerdadir yuradigan bola yoqmaydi deb aytmadim shekilli. Assalomu alaykum opajon, qalingiz yaxshi? Rahmat. Assalomu alaykum. Men ham bitirdim o'qishni mayda shu yil. Zo'r, tabriklayman. Yo'q dedingiz-ku. Endi bu degani siz Rossiyada ishlarkansiz, menga yoqmaysiz degani emas-ku. Yo'q, men shu yerda vedущийman. Bazir. Qaysi fakultetda bitirdingiz? Assalomu alaykum. Opajon, Almaz bor, reklama qilib bering. He. Agar yozsamchi hozir yozavering. Opajon, Almaz bor, reklama qilib bering. Iqtisodlar qiyin a. Qanaqa o'qiysizlar shuni? Vashi meni miyam anaqa emas, chidamaydi. O'zi yo'lda topshirgan edim koreys tiliga. Alicia, поставь музыку, пожалуйста. Anu bilan to'yim bo'lib Koreyaga ketishim kerak edi. Bitta zo'r qiziq voqea beraymi? Menga bundan necha yildir oy oldin qarab ko'rsangiz bilasiz. Xullas, xo'p. Anaqa bundan keteta qachon edi? 2021 edi. Dokument qilardim men Koreyaga birinchi. Topikdan ish paytida tur olgan paytim edi. Topik turim bor edi payt. 100 talik ketishim kerak edi Koreyaga, keta olirdim. Menda o'sha paytda mablag'dan ozgina problema bo'ldi. Men keta olmadim. O'sha yili lekin eng dokument qilaman deb yurgan paytim edi. Uyimizga sovchi kelgan. Jo'jum alikasi. Assalomu alaykum. Uyimizga xullas sovchi kelgan. Nima uchun deng? U mash qiz meni eshitgan, что men Koreyaga dokument qilmoqchi bo'lib turaman, что u payt endi Koreya vashi zo'r, anaqa ketish qiyin bo'lgan davlatlar qatori deydi-yu. 2021-yilda. Uyga sovchi kelgan, oyim aytadilar, "Go'zal, ha, mana bunaqa institutda o'qirkan." Voy, qanaqa meni uyim topib bordi? Dekanatdan olgan. Anaqa dokument qilayotganim bilgan, что men koreys tilidan topik to'r olganman. Topikning to'r nechiligini bilasizku, shu xil? Alisda necha daraja berishini bilasiz 100%. Olgan paytlarim bo'lgan, что ketaman deb, bakalavrga ketaman deb yurgan paytim bo'lgan. Institutimizga endi o'qishga kirgan paytlarim bo'lganda, xullas o'zimiz universitetga. Keyin anavi uylanib, что men uni olib ketishim kerak bo'lgan ekan Koreyaga. Qizimsiz, вообще boru. Vash topikingiz bo'lmasa ham ketsangiz bo'ladi hozir. Menda откazim bor, keta olmadim. Откazim bo'lgani uchun. Umar aka, assalomu alaykum. Agar откazim bo'lmaganda menda topikingiz ham ketardim. Eng qizig'i u menga, meni ham olib ket, xatga olib ketaman. Puqam borganim yo'q o'zim Koreyaga. Anavi tuzumsan kichkina, yaxshi rahmat. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Umar aka. Xullas, mana shunaqa bo'lgan vaqtlar bo'lganda, o'sha paytida onasini emsin borib institutga Koreyaga olib ketishim uchun u menga uylanmoqchi bo'lgan ekan. Ужас. Javohir aka, sizmi? Unaqa narsalarni bilmayman, erkak emas ekan-da. Undan ham zo'ri bo'lgan. Oyim bitta tanishdan sovchi kelgan uyga. Вообще komediya u. Anavi kontrakt o'qishim bilgan, что men kontrakt o'qiyman, o'zim eplayman, yo'q, endi simakiyman dedilar. Koreyadagi Javohir degan akam shunaqa yozarlar-da, kichkina deb. Keyin mana shunaqa tema bo'lgan, xullas, uyimizga sovchi kelgan. O'zi harakat qilish kerak kishi, конечно. Keyin anaqa kontrakt o'qishim bilgan, 24 million kontrakt olaganman yiliga. 4 yil o'qiganman. U payt birinchi kurs edim. Povoy birinchi kursni bitirib endi keyin o'tgan paytlarimda uyga sovchi kelgan. Ikkinchi qiz bor ekan-ku, xullas shunaqa. Ha, nimaga? Sovchilikka keldik. U o'qiydi hali. O'zimiz o'qitib olamiz. Simaga keling. Assalomu alaykum. O'zimiz o'qitib olamiz. Ha, o'qitib olasizlar. O'qitasizlarmi? Ha. Keyin shu gapni gapirgan odam ertasi kuni ikkinchi safarga sovchi bo'lib kelishgan. Qalaysiz, nima ketasizsiz? Sovchi bo'lib kelishganda, keyin xullas ikkinchi safarga kontraktimiz summasini bilishmaganda, ular shu meni o'ylashganki, davlat kontrakti deb men короче kichkina bildim. Davlat kontraktda o'qiydi deb o'ylagan. Stipendiyasi bor. 6 million bu yerda o'zini kontraktini to'laydi. 6 million stipendiyasi bilan 6 million qolgan 6 million to'lash muammo emas, to'lab olamiz deb o'ylaganda. Manchasida o'qishim bilgandan keyin 4-kurs bitirsin, keyin kelamiz sovchilikka degan. Вообще kulgili tema bo'lganda, 4 bitirsin degan, o'qish bitirib olaversin, keyin uylanib to'y qilamiz degan. Qoyilmisizlar?
Tim aka, nimaga kontraktingga sanga faqat shunaqa odamlar uchraydi? Etmin. Ужас. Bir qarasiz uxlatib ketadi o'rtoqlarim, bir qarasiz nimadir qilib ketadi. Juda qimmat-da. Pul hamma narsani hal qiladi deb o'ylaydi bu odamlar. Man qiz bola boshim bilan o'zim harakat qilgan odamman, o'zim mehnat qilgan odamman, o'zim ko'p narsaga erishgan odamman. Menga yoqmaydi. Menga shu harakat qilgan odam yoqadi. Mayli, hozir o'sha paytida aytsa bo'ladi-ku, hozir yo'q. Mayli, sharoitimiz yetmas. Lekin va'da beramiz, harakat qilamiz. Birga o'ziga birga ishlashib, birga er-xotin harakat qiladi desam, o'sha narsani hurmat qilardim. Ha, 3 kilo semirganman aka, 3 kilo. Manda zo'r bo'lgan. Yo'q. Вообще, eslasam kulgim keladi haliyam. Lekin o'sha odamlar imina bormi, institut bitirganimdan keyin soch qo'ygan. Men kerak emas demayman deganman. Tim aka, men ham anavi jostki shart bo'lmagan payt